O'zbekistonda yangilik qadrdonlar, yomg'ir yog'yapti vodiyda. Emas, mana bu yangilikni ko'rsatamiz. Ko'rib turibsizlar, akalarimiz birinchi etajda yashashar ekan, ikkinchi etajini esa ko'rib turibsizlar, teplitsa qilishibdi. Bu yerda nima yetishtiradiganlarga pomidori, bodring, qulupnay yetishtirishar ekan. Xo'sh, tobimizni aylanasi 1 metr polniy o'sha tunikashitlardan, ya'ni profinatsiyadan yopishibdi. Lekin mana shu ko'rib turganlar hozir plyonka, kelajakda nima qilishadi ekan? Leksan yopish, oq leksan yopishadi ekan. Bu yer esa kagutalik teplitsa bo'ladi ekan. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shunaqangi tomlarni teplitsa qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Lekin bu narsani ham bizning kanalda kuzatib borsalar, xudo xolasa o'sha narsalarni ekizsa, videosini chiqaramiz. Bo'lmayaptimi, bo'lyaptimi, hammasini yoritib beramiz. Ustakalarimiz o'zlari shunaqangi temir xorilar, fermalar to'qishib, xonadonlarda, zavod, fabrikalarda, undan tashqari o'quv markaz, maktab, bog'cha, hattoki mol ferma, qo'y fermalarida ham tomini yopishib beryapti ekan. Konteynerda mahsulotlarda. Kimga shunaqangi fermalar, temir xorilar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzoni 1 metr ketayotgan turgan materiali, ustaxis hamma yo'q ichida 130 ming so'mdan boshlanib, bu yoq o'sha 400 ming so'mgacha variantlari bor ekan. Xizmatlar butun O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqaversak, ustakalarimiz ustaxonalarni bitta ko'rsatib qo'yamiz. Manzil Farg'ona viloyati Buvayda tumani Bachqir qishlog'i Pishig'ardan bo'lyapti. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastga telefon raqamini yozib qo'yamiz. Qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, nima deb o'ylaysizlar, bo'ladimi, yo'qmi?